Voqeada keladi, badavlat bir ayol yo'lda shahardan chekkaroqqa chiqqanida yo'lda qimmatbaho mashinasi buzilib qoldi. O qimmatbaho mashinani har kim ham ta'mirlay olmaydi. Ustalar chaqirdi, yaqin atrofdagi ustalarni chaqirdi. U ustalar u mashinani tuzatisha olmadi. Ha deguncha katta yo'l, shahardan tashqariga chiqqan mashinalarni to'xtataman desa, mashinalar to'xtamaydi. Ha deguncha kech ham kirib qoldi deydi. Kechqurunroq bo'ldi. Shom vaqtidan o'tdi. Sekin kelayotgan eski bir mashina meni oldimga to'xtatib, "Nima xizmat?" dedi. Men u bir ichida o'tirgan kambag'al yigitga qarardim. Bir mashinaga qarardim. Ayol aytadi: "Minaymi, minsammikin yo minmasammikin?" degan gumonlar va xayollar kelardi. Lekin ilojim ham yo'q edi. Boshqa mashina menga to'xtamayotgan edi. Shahardan tashqariga chiqib qolganman. Kech vaqti bo'lgan. O'zi bir kambag'alroq bola bo'lsa, mashinasi bir eskiroq bo'lsa, tagi-tugi yo'q bo'lsa buni menga tajovuz qilib qolishligi mumkin degan xayollar kelardi. Chunki meni tashqi ko'rinishimdan va yonida turgan mashinamdan meni badavlat ayol ekanligim bilinardi deydi. Boshqa ilojim yo'qligidan tavakkal qilib mindim deydi mashinaga. Yo'lda ketish asnosida men undan so'radim, u kim? Qayerda ishlaydi? O'zi qayerlik degan savolga tutdim. U aytdi: "Opa, men kirakashman, taksistman. Ismim Ahmad. Falon joyda turaman. Kirakashman deganidan keyin ko'nglim xotirjam bo'ldi." Yo'lovchi tashiydigan bir yigit ekan. Uni menga qilayotgan muomalasi va o'zini tutishi meni taajjubga soldi. Boshini pastga qarab, faqat yo'lga qarardi, menga umuman qaramasdi. Umuman na oynadan, na o'girilib umuman qaramasdi va menga umuman savol bermasdi. Qayerliksiz, ismingiz nima? Nimaga bu joyga kelib qoldingiz degan savollarni umuman bermasdi. Men shahargacha manzil aytganman, bo'ldi, o'sha manzil tomon yurardi u deydi. Shaharga ham yetib qoldik, shaharga yaqinlashdik. Men manzilimni aytdim, manzilga meni tushirdi va undan qancha xizmat haqqi bo'lishligini undan so'radim dedi. U aytdi: "Men yo'lovchi tashiydigan odamman. Siz muhtojligingiz uchun meni mashinamga o'tirdingiz. Aslida siz muhtoj emas edingiz. Mashinasi buzilmasa, uni mashinasiga o'tirmasdi-da. Siz ham yo'l-yo'lakay, yo'lda biror joyda muhtojlarga yordam bering" dedi. "Bo'ldi, men roziman" dedi. Men juda ajablandim, chunki bu voqea deydi ayol hayotimda birinchi marta bo'layotgan edi. Hamma meni boy ayolligimni bilib, mendan ko'proq narsa undirishlikka harakat qilardi. Bu mendan 1 lira ham olmadi dedi. Men ham sizga yo'l-yo'lakay, yo'lda qiyin ahvolga qolganingizda yordam berdim, siz ham xuddi shunday qiling dedi. Oradan kunlar o'tdi. Kunlar o'tganidan keyin men qahvaxonaga bordim. Kofe ichishga, bizda ham bor-ku. Shu joyga bordim. Menga bir ayol qahva keltirdi. Ayolni yuziga qarasam, rangi ro'yi uchgan. Ranglari oqargan. Lablarini atrofi oqarib qolgan. Keyin pastroqqa qarasam, qornida bolasi bor ekan, qorni ham katta bo'lib qolgan, homilador ekan deydi. Men undan so'radim: "Birodar, siz yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi?" dedim. U odam aytdi: "Yaxshiman. Nega rangingiz oqargan desam, homilam katta bo'lgan. Nega dam olmaysiz?" dedim. "Homilam katta bo'lgan, tug'ishlik asnosida 1 so'm, 2 so'm pul topay deb shu joyda majbur ishlayapman" dedi. Ya'ni kambag'alligini izhor qildi. Men o'sha kirakash yigitni qilgan ishi yodimga kelib, esimga kelib, unga bir ehson bermoqchi bo'ldim dedi. "Xo'p" dedi. Ayol ketdi. Bir qog'ozni olib, bir narsalar yozdim deydi. Keyin unga qahvani pulini to'lashlik uchun pul berdim. Pul berdimda darrov chiqib ketdim.
Voqeani qolgan davomini o'sha qahvaxonadagi ayoldan eshitamiz. U ayol, homilador ayol aytadi: "Men bordim. Homiladorman, yurishim sekin bordim. Kassaga pulni to'ladim. Menga berilgan pul qahvani puliga 10 barobar ko'p edi. Masalan, 10 ming so'm bo'lsa, 100 ming so'm bergan. Qahvani puliga berilgan pulga 10 ta qahva ichsa bo'lardi" deydi. Men bordim. Kassaga pulni to'ladim. Qaytimini oldim. Kelib ayol o'tirgan o'rindiqqa qarasam, ayol yo'q. Atrofga arangladim. Ayolni topa olmadim. Va yig'ishtiraman deb stolni oldiga kelsam, stoldagi bir qog'ozga aytilgan: qahvadan qolgan pul sizga hadiya. Sizga hadiya. Va qog'ozni tagidagi pul chaqaloq uchun deb yozilgan. Qog'ozni olib qarasam, tagida ayol aytadi: "Meni 6 oylik ish haqqim. Agar shu qahvaxonada 6 oy ishlasam, mana shu pulga ega bo'lardim" deydi. Juda ham xursand bo'lib, sevinib ketdim va buni rahbariyatga ko'rsatdim. Rahbariyat ham meni kambag'alligimni bilib, u pulni sizga hadiya qilgan bo'lsa, u pul sizniki dedi. Xursand bo'lib uyga bordim. Ya'ni xo'jayinimga shu gapni aytishlik uchun. Xursandligimdan baqirib eshikni ochsam, xo'jayinim meni to'lg'oq vaqti yetib keldimi-kin deb o'ylagan ekanlar, meni baqirib xursand bo'lganimdan. "Yo'q" dedi. "Sizga bir voqeani aytib beraman, Ahmad aka" dedi. Nima bo'ldi deganda, bir ayol menga qahvani pulini ortiqcha berib, qahvani tagida ayol uchun, chaqaloq uchun deb bizga sovg'a tashlab ketibdi. U ham bo'lsa 6 oylik meni ish haqqim Ahmad aka deb unga, ya'ni kirakashga aytgan ekan. Demak, o'sha ayolni xo'jayini Ahmad aka bizda mashhur bo'lgan o'sha kambag'algina kirakash edi.